Gafir. Assalomu alaykum do'stlar. Bulardan yana bekapti. Bugungi mehmonimiz Niva Urban mashinasi. Niva Urban'da burası eshikdan eshik ochilib ketgan. Mana bu taqobilgan. Mana zaydorlari ochilib kelib, mana eshik varshi bunday yopilmay qolgan. Shu nima bo'lgan? Buni o'zini qilib beramiz. Nivani eshigini ko'raylik. Ozgina qimmat ekan, ham o'zini radnoyga teng kelmaydi bari. Lekin bo'lsa, ko'rasizlar qanaqa do'konni, o'zlaring baho berasizlar. Zaydorlarini keyin mana bu taraf zazor yopilib ochilishlari mana shuni hissiyat qiladigan bo'ladi. Buni o'zini to'g'irlaymiz, tortamiz, to'g'irlaymiz. Kuzatishni davom etinglar. Like bosib esdan chiqmasin. Hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, to'g'irlab oldik. O'zlaringizga baho berasizlar mana. Mana buni zajimga tortib, mana bu yerni tishlatib, mana buni tishlatib, buni ochdik o'zini. O'zini ochib, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, ikki mana bu yerdan ham tishlatib. Ichidan mana ko'ryapsizlar, mana bu yerlar bukilyapti bu yerda. Mana bu yerlar o'pish bukilgan edi. Mana shu polna liniya bukilib ketgan edi. Bu yerdan namkrantirib, bu yerdan tortdik. Harakat bo'lgan hech narsa qilmadik. To'g'irladik. Petlar ham to'g'ri bo'lgan. Hozir eshikni qo'yib, zazorlarni ochilib yopilishini ko'rasizlar. Mana do'stlar, turganlarga bo'shab qoldi. Qo'ydik. Eshikni zazori yopilishi. O'zi tegadigan mana. Svobodniy bilinadi o'zi. Yopilgan paytda chotga o'xshagan. Endi xudo xolasa tayyorlab, gruntовка krasipladi. Like bo'lish esdan chiqmasin. Do'stlar, yechib yana gruntовка qildik. Chotga to'g'ri bo'lgan. Deninkani qo'ysalarga mana do'stlar, gruntовкani sevib oldik. Deganiga izlaniga qo'yarasiz. Qanaqa chiqqani videoda baribir uncha bilinmaydi. Lekin gruntовкani qurmaganda hozir sepdim. O'sha uchun yaltillab bilinib turibdi. Atak bunday qurigandan keyin xiromati bo'lib qoladi. Nivamiz tayyor bo'ldi. Mana shu yergacha changi bor. Mana kraska bo'ldi. Mana qarab bo'rsalaring mana qarab bo'lgan. Mana qarab bo'lgan. Qanday chiqqaniga o'zlaring baho berasizlar. Azorlari, turishi, eshik yopilishlari. Yopilishlari zo'r. Turishiga o'zlaring baho berasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa zo'r videolar chiqaraveramiz. Sizlar bilan Tamin Asadbek. Hammasi zo'r bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.